PUBG hali ham trenddami? Trenddami? Kattalashgan narsani tushunmadinglar-a? PUBG trenddami deyapman. Desa, u qaysi tilda gapiryapti domla deydi. Bu kamida telefondagi o'yin, otish chopish o'yini. Do'konga klient keldi. O'tirib PUBG'da mashinaga o'tirib. Yo'q aka, yo'q unaqa narsa yo'q. Qaniydi shu do'konda egasi uni ishga olgan xo'jayin ko'rsa edi shuni. Ko'tiga bir tep haydab chiqarardi. Klient kelsa, "Yo'q aka, ishga dam olyapmiz" dedi. Unaqa narsamiz yo'q dedi. Kompyuter o'rniga bog'lanib qolganlar, telefondagi o'yinga bog'lanib qolganlar. Birodarlar, yoshlar katta bo'lib qolganini bilmay qolasizlar. Tanka degan o'yin bor edi. Bir ukamiz aytib bergandi. Domla dedi, 80 soat o'ynabman dedi. 80 soat o'ynabman. Shuni o'rniga Qur'on yodlamaymanmi? Bu yigit ulg'ayibdi. Esini yig'ibdi. Endi kimdir o'tiribdi yana.